Birodar va opa-singillarim, bir lahza tasavvur qiling, bir lahza kimdadir katta mas'uliyat bor. Lekin u buning farqiga bormaydi. Tasavvur qiling, masalan, qurilish maydonida kranni boshqaradigan bir odam bor. U juda katta kranni boshqaradi, katta kran. Bilishimizcha, qurilishdagi eng xavfli ishlardan biri bu mana shu katta kranni boshqaradigan odamning ishi. Nega? Chunki bu odamning bitta xatosi o'limga olib keladi. Ba'zan shu birgina odamning xatosi tufayli butun qurilish joyi qulab tushishi mumkin. U 100 yoki 200 metr balandlikdagi kabinada o'tirgan bo'ladi, ammo butun xavf shu yerda. Bu ishni yuqori darajadagi xavfli ish deb atashadi. Juda xavfli kasb. Endi tasavvur qiling, shu odam shu joyda turibdi, lekin mas'uliyatiga loqaydlik bilan qaradi. Natijada nima bo'ladi? Qurilish joyida falokat yuz beradi. Xuddi shuningdek, birodar va opa-singillarim, agar bir musulmon o'zining mas'uliyatini his qilmasa, nima ekanligini bilmasa, ya'ni Alloh taolo undan qaysi narsalarni so'raydi, buni anglamasa, demak biz juda katta muammoga duch kelganmiz. Biz shunday holatga yetib keldikki, birodar va opa-singillarim, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati o'ziga Alloh subhanahu va taolo ularga yuklagan mas'uliyatlardan butunlay bexabar yoki beparvo va undan uzoqlashgan. Keling, mas'uliyatni o'rganishni o'zimizdan boshlaylik. Agar men sizdan so'rasam, birodar, rostdan ham qalbingizdan ayting. Birodar opa-singillarim, samimiy bo'ling, chin dildan aytingchi, siz o'zingizni nimada mas'ul deb hisoblaysiz? Mas'uliyatingiz nimada? Aslida balki siz bu yerda Rose Hillda, mashalloh, Allohning do'stlaridandirsiz. Alohida fazilatli insonlardandirsiz. Lekin men hayotimda uchratgan ko'pchilik odamlar orasida holat quyidagicha. Men odamlardan sizning mas'uliyatingiz nima deb so'rasam, ular men o'zim uchun javobgarman deydi. Yoki biror erkak men xotinim va farzandlarim uchun mas'ulman deydi. Ammo hatto shu holatda ham agar bolalar to'polon qilsa-chi, vallohi bu mening mas'uliyatim emas, axir men sehrgar emasman-ku deydi. Qancha oilalarga kiraman, er xotinni ayblaydi, xotin erni ayblaydi, bolalar esa ikkalasini ham ayblashadi. Nega bolalarda dindorlik yo'q? Bolalar vallohi dada Alloh deysiz, lekin bizga hech narsa o'rgatmadingiz deydi. Er yo'q, bu men emas, vallohi harakat qilaman, vallohi pul topyapman, aypunda u kechasi bilan kino ko'rib yotadi deydi. Xotin esa menmi, otangiz ish pul deb hech qachon sizga dinni o'rgatmadi. Shunday qilib ular bir-birini ayblashadi. Aslida esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatining 99% chin dildan ishonadiki, mas'uliyatning doirasi faqat oilada deb o'ylaydi. Doiradan tashqariga chiqmaydi. Holat mana shunday. Er shayx bilan o'tirib aytadi: "Ustoz, vallohi er sifatida vazifamni bajaryapman. Uy sotib oldim. Hisob kitoblarni to'layapman, boshpana bor, ovqat bor." Er shu bilan o'z mas'uliyatini bajaryapman deb o'ylaydi. Xotin esa keling almashamiz. Men ishlay, bolalarni siz tarbiyalang, uyga qarang. Bolalar bilan shug'ullaning, uy yumushlarini qiling. Men ham o'z vazifamni qilyapman. O'zingizda mas'uliyat qani deydi. Doim uyda shu kabi kichik to'qnashuvlar bo'ladi. Kim nima qilyapti, kimning vazifasi qanday, axlatni kim chiqaradi, idishlarni kim yuvadi? Hozirgi ayollar bilasizmi? Shayxdan so'radim, u aytdi, tozalash, yuvish bular ayolga vojib emas ekan deydi. Shuning uchun ayollar uy ishlarini bo'lishib qilishimiz kerak deydi. Er esa aytadi, yaxshi, muammo yo'q, unda Oysha roziyallohu anha kabi bitta xonada yashaymiz. Sen bilan bir xonali kvartirada, tamom. 3 xonali emas, 4 xonali emas, men o'z vazifamni qilaman, sen ham ishingni qil deydi.
Aksariyat odamlar o'zlarining mas'uliyat doirasi qayerda deb o'ylaydi? Qayerda? Qayerda? Faqat oilada. Alhamdulillah, xotinim bilan yaxshiman, bolalarim yaxshi, moliyaviy hisobim ham yaxshi. Alhamdulillah birodar, men yaxshi musulmonman, o'z vazifamni bajaryapman. Va shuni tushunib olingki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatining 99% mana shunday fikrlaydi. Mana shunday fikrlaydi. Aslida mas'uliyat biz o'ylaganimizdan ancha kattaroq. Masalan, Shura surasidagi mana bu oyatni olaylik. Alloh subhanahu va taolo aytadi: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Alloh subhanahu va taolo u zot sizlarga din etib o'zi Nuhga vasiyat qilgan va sizga vahiy qilgan narsamizni shariat qildik deyapti. Alloh bu yerda sizlar deganda kimni nazarda tutdi? Yahudiylarnimi? Nasroniylarnimi? Sahobalarnimi? Bu Rasulullohga ham tegishli emas, chunki lar ko'plik shakli. Bu oyatda Muhammad sallallohu alayhi va sallam yolg'iz sanab o'tildi. Alloh hatto payg'ambarimizni ham sizlar kalimasidan alohida aytib o'tdi. Sizlar kalimasi deganda Alloh kimni nazarda tutdi? شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. Sizlar kalimasi kimga nisbatan aytilyapti? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bundan mustasno. U zot alohida sanab o'tildilar. Sizlar deganda Alloh taolo kimni nazarda tutdi? U zot sizlarga din etib o'zi Nuhga vasiyat qilgan va sizga vahiy qilgan, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizga vahiy qilgan narsamizni hamda Ibrohim, Musa va Isolarga vasiyat qilgan narsamizni shariat qildi. Bu 5 payg'ambar kim? Birodarlar, biz ularni nima deb ataymiz? Biz ularni ulug' azim, kuch va qat'iyat egalari bo'lgan payg'ambarlar deb ataymiz. Azim ya'ni azamat, kuch va qat'iyat. Biz bilamiz, ana o'shalar rasullardir, ularning ba'zilarini ba'zilardan afzal qildik deydi Alloh taolo. Qur'onda Alloh bizga 25 ta payg'ambarni ismi bilan aytgan. Ulardan 5 tasi ulul azim. Bu oyatda o'sha 5 payg'ambar zikr qilinmoqda. Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatiga u zot sizlarga din etib o'zi Nuhga vasiyat qilgan va sizga vahiy qilgan narsamizni hamda Ibrohim, Musa va Isolarga vasiyat qilgan narsamizni shariat qildi demoqda. Bu nima? أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Dinni tiklang, yer yuzida barpo qiling va bo'linmang. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati nima qildi? To'ppa-to'g'ri teskarisini qildi. Biz ichki janjal va bo'linish san'atining ustasiga aylandik va mas'uliyatni boshqalarga uloqtirib, bu buyruqni butunlay unutdik. Bombani uloqtirish o'yinini bilasizmi? Biz ham mas'uliyatni bomba kabi uloqtiryapmiz. Shunaqa o'yin bor. Qo'lingizda portlamasligi uchun boshqa odamga o'tkazasiz. Biz ham mas'uliyatni boshqa odamlarga uloqtirib yotibmiz. Birodar va opa-singillarim, agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin, buyuk sahobalar vafot etganlaridan keyin, 4 imom vafot etganidan keyin va davrimizdagi buyuk imomlar o'tib ketganidan keyin din uchun kim mas'ul bo'ladi? Islomning mas'uliyati kimning bo'ynida? Ayting, kimning? Bu savolni ko'p marta berganman. Ayting, kimni? Men bu savolni ko'p odamga berganman va alhamdulillah ma'lum darajada ko'p odamlar javobini bilishadi. Lekin men bu savolni berganimda sizlardan shunchaki javobni o'ylashingizni emas, balki to'g'ri javobni his qilishingizni istayman. Hozir men sizning miyangizdagi javobni so'ramayapman, qalbingizdagini so'rayapman. Chin qalbdan ayting, hozirgi zamonda haqiqatdan din uchun kim mas'ul? Islomni kim ko'tarib yurishi kerak?
Savolni biroz soddalashtirib so'rayman. Dushmanlarimiz kimligini bilamizmi? Bilamiz, to'g'rimi? Bizning birinchi dushmanimiz kim? Dushmanlar boshlig'i shayton. Asosiy dushman iblis va shaytonning izdoshlari bor. Jinlardan, shaytonlardan bo'lgan lashkarlar. Ular kunu tun tinmay ishlaydi. Allohning diniga hujum qiladi. Dinni to'xtatishga harakat qilishadi. Allohning dinidan to'smoqchi bo'lishadi. Ularning barchasi musulmonlarga qarshi, dinga qarshi Allohning nurini so'ndirmoqchi bo'lishadi. Boshqa tomonda esa haq uchun kurashayotgan mu'minlar bor. Haqni himoya qilayotgan, Allohning dinini yoyayotgan mu'minlar bor. Xo'sh, bu guruhning yetakchisi kim? Ayting, kim? Kim? Qiyomat kuni Alloh kimni ushlab, sen yashagan davrda islom nega bu holga tushdi, nega shunday bo'ldi deb so'raydi. Kimdan so'raydi? Ba'zilardan kim deb so'rasangiz, ko'pchiligingiz, birodarlarim, ko'pchiligingiz bu savolga bir necha xil javob berasiz. Kimdir aytishi mumkin? Saudiya Arabistoni podshohi. Axir Saudiya islom mamlakati. Podshohi 2 muqaddas masjid xizmatchisi deydi. Yana boshqa odam, men siyosatchi emasman, lekin odamlarning javobi shunday bo'ladi. Boshqa birov yo'q. Turkiya. Axir xalifalik o'sha yerda edi deydi. Yoki misrliklar Sisi mas'ul edi deydi. Ko'p odamlarga bu savolni bersangiz, birodar, musulmon dunyosining hukmdorlari din uchun mas'ul bo'ladi deb javob beradi. Bilasizmi, agar siz hukmdorning o'zidan so'rasangiz, o'sha hukmdorlardan so'rasangiz, ular nima deyapsan axir, men bo'lmayman deydi. 1924-yildan beri birodarlarim, Abdulhamid Soniy bekor qilingan davrdan beri biror musulmon mamlakati podshohi yoki prezidenti xalifalik da'vosini qilmagan. Hech biri. Islom tarixining dastlabki davrlarida ummat xalifalik uchun kurashar edi. Umaviylar Abbosiylarga qarshi, Abbosiylar esa boshqalarga qarshi xalifa bo'lish uchun ko'plab janglar bo'lgan. Lekin 1924-yildan keyin hech kim buni xohlamadi. Hech kim. Iroqqa boring, masalan, hozirda istalgan odam xalifalik da'vosini qilishi mumkin. Maydon ochiq. Hatto IShIDdagi Bag'dodiy ham o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Chunki hech kim bunga da'vogarlik qilmayapti. Birov men xalifaman desa, hech kim tortishmayapti. Na prezident, na podshoh. Og'ayni o'zimni xalifaman deb e'lon qilsam, ertasiga meni bombardimon qilishadi. Menga podshohligim, pullarim kerak. Xalifaman deb aytsam, ertasi kuni o'ldirishadi. Shuning uchun ularning o'zi ham yo'q, men mas'ul emasman. Men mas'ul bo'la olmayman deydi. Kimdir aytishi mumkin, ulamolar. Umumiy qilib aytganda ulamolar mas'ul, ulamolar aybdor. Bu ularning ishi. Masalan, kimdir masjidga boradi. Yoki yonimga keladi. Men Avstraliyada olimman deydi. Men esa undan Avstraliyada olim bo'lishning shartlari qanday? Qanday talablari bor deyman. Agar Avstraliyada shayx bo'lishni xohlasangiz, qanday sertifikat kerak? Siz biror joyga 6 oyga yo'q bo'lib ketib, keyin qaytganingizda nima gaplar deyilsa, shunchaki men shayx bo'ldim, vallohi men jahon yulduziman deya olmaysiz. Shayx bo'lishning shartlari bor. Ba'zi odamlar mendan so'rashadi, qanday qilib shayx bo'lgansiz deyshadi. Birodar, men ham siz kabi Buxoriy va Muslimni onamni qornidan yodlab tushmaganman. Solih bo'lishning mas'uliyati bor. Ba'zi shartlarni bajarib, keyin o'zingizni shayxman desangiz bo'ladi. Ko'p holda odamlar, shayx, birodar, men ulamolarning tortishuvidan charchadim. Ramazonda hilol ko'rish masalasidagi bahslardan charchadim deydi. Ular meni zeriktirdi deydi. Siz haqsiz. Iltimos yaqinroq keling. Shayx bo'ling. Bizga qo'shiling. Har kim uchun tanqid qilish har kim uchun oson, lekin bunyod qilish bu boshqa narsa. Bilasizmi, men qurilishda ishlaganman. Buzishga bir kun ketadi. Bir kun xolos. Masjiddan nurni bilasizmi?
Kim uni qurayotgan edi? Meni eshiting, quruvchilar bir kun ichida binoni yer bilan yakson qilishdi. Ilgari u yerda fabrika bor edi. Bir kunda vallohi ta hamma ishlar bitdi. Hech kim ulardek tez buzolmasdi. Vallohi ta bir kunda bino yer bilan yakson bo'ldi. Lekin masjiddan nurni qurib bitirguncha taxminan 1,5 yil vaqt ketdi. Vayron qilish oson, qurish esa juda qiyin. Odamlar har doim mas'uliyatni boshqalarga uloqtiradi. Kimdir ayblashni istaydi. Ba'zilar yo'q mas'uliyat ulamolarda deydi. Ulamolar esa yo'q, men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Kimdir yana men bandman deydi. Band edimi, u pul topayotgan edi. Yana ba'zilar hokim mas'ul deydi, ba'zilar ummatdagi millionerlar, tadbirkorlar. Ular o'zgartirish qilishi mumkin. Nega palonchi millioner o'z pulini dinga sarflamaydi deydi. Va biz hammamiz shu mas'uliyatni to'nkash o'yinini o'ynaymiz. Dinning mas'uliyati kimda? Ko'p odamlar mas'uliyat bizda deb javob beradi. Bularning barchasi noto'g'ri javoblar, birodarlarim. Barchasi noto'g'ri. Chunki dinning mas'uliyati kimda degan savolga to'g'ri javob har kim menda deyish kerak. Tamom. Yolg'iz menda. Men din uchun mas'ulman deyish kerak. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo sizni ushlaganida, Alloh sizdan hech qachon nega Erdo'g'on dinni o'rnatmadi deb so'ramaydi. Hech qachon nega falon rahbar dinni tiklamadi deb so'ramaydi. Hech qachon nega ulamolar o'zaro janjal qildi deb so'ramaydi. Alloh sizga juda oddiy savol beradi. Men sizni yaratdim. Men sizni yaratdim va yashashingiz uchun shu davrni tanladim. Bu tasodifiy emas edi. Sizni Avstraliyaga qo'ydim. Buzilishlarni, fasodlarni ko'rdingizmi? Islomning kun sayin yemirilayotganini ko'rdingizmi? Gunohni, Allohga osiylikni kecha kunduz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Hech kim yo'q deyishga jur'at qila olmaydi. Hammaning javobi ha bo'ladi. Siz yolg'on gapira olmaysiz. So'ng Alloh sizdan juda oddiy savol so'raydi. Nima qildingiz? Bu omonatni nima qildingiz? Mas'uliyatni nima qildingiz? Haramni ko'rganda nima qildingiz? Qo'shningiz namoz o'qimayotganini ko'rganda nima qildingiz? Opangiz hijobsiz bo'lsa nima qildingiz? Allohning uyini bo'sh holda ko'rib nima qildingiz? Bozorlar esa to'la bo'lganda-chi nima qildingiz? Siz musulmon ummatini dunyoviy ta'limda shifokor va muhandis, buxgalter bo'lishiga raqobat qilayotganini ko'rdingiz. Shu bilan birga ummatning aksariyati Qur'onni to'g'ri o'qishni ham bilmaydi. Siz nima qildingiz? Haqiqat shuki, birodarlarim, sizga achchiq bo'lishi mumkin, lekin men hammasini ochiq aytishni yoqtiraman. Hech kim aslida mas'uliyatni his qilmaydi. Haqiqat gap shu. Hech kim mas'uliyatni zimmasiga olishni istamaydi. Sizni xafa qilish men uchun juda og'ir. Lekin rostini aytsam, biz aslida mas'uliyatni bir oz ham his qilmaymiz. Vallohi, agar sizning mashinangiz bugun o'g'irlanganida, siz ehtimol bir kecha uxlay olmas edingiz. Vallohi, agar biror kishi farzandingizga zarar yetkazsa, agar siz va oilangiz xavf ostida bo'lsa, vallohi siz bir soniya ham uxlay olmaysiz. Vallohi, agar sizning farzandingizda ovqat bo'lmasa, vallohi hatto qonunni buzishingiz mumkin edi. Lekin siz millionlab musulmonlar, erkaklar, ayollar, bolalar o'ldirilayotganini, zo'ravonlik, ochlik, zulm, fisq, korrupsiya, beparvolik, dinga amal qilmaslik, jaholatni ko'rsangiz, vallohi siz yarim daqiqa ham uxlamadim deb ayta olmaysiz.
Siz butun kechani osoyishta o'tkazasiz. Siz u biz kunlar davomida kulamiz. Yaxshi hayot, baxtlimiz, sport o'yinlariga boramiz. Jamoamizni jahon kubogida qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a bizning jamoa, olg'a. Oldinga intiling. Televizor orqali jahon chempionatini ko'ramiz. Ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Mashalloh, kriket va futbolni tomosha qilamiz. Jamoamiz g'alaba qilganda xursand bo'lamiz. Takbir aytamiz. Allohu akbar deymiz. Nega? Nega harakatlarimiz bunaqa? Chunki aslida qalbimizda dinning qadri yo'q. Biz unga ahamiyat bermaymiz. Mas'uliyat sizga ham menga ham kerak emas. Biz bundan tonamiz. Shunday qilib, qiyomat kuni Allohning huzurida turganingizni tasavvur qiling va siz qarama-qarshi narsani isbotlashga urinyapsiz. Ya Alloh, men aslida Falastin haqida qayg'urganman. Sizdan Alloh haqqi uchun so'rayman. Birodarlarim, sizlardan kimdir hali ham Masjid al-Aqso bosib olingandan qayg'urganmi? Vallohi qayg'urmaysiz. Vallohi menga qarang, qanchalik keskin gapirayotganimni ko'ryapsizmi? Siz qayg'urmaysiz. Vallohi sizga farqi yo'q. Men buni qayerdan bilaman? Hayotingizga qarayman, ko'ramanki, siz ayolingiz va bolalaringiz bilan o'yin-kulgu qilib yurasiz. Yaxshi kayfiyatda restoranda ko'raman, mashalloh. 200-300 dollar sarflab ovqatlanayotgan bo'lasiz. Shunda ham endi men ularga qayg'uraman deysizmi? Bir birodar menga bir kuchli misol keltirdi. Uning ismi Umar. Agar bugun o'z akangiz, tug'ishgan akangiz vafot etsa-yu, siz tushdan keyin sohilda dam olarmidingiz? Tasavvur qiling, sizga akangiz o'lgani haqida xabar keldi. O'sha kuni siz ayolingiz va bolalaringiz bilan plyajga borarmidingiz? Bilasizmi nima deysiz? Qanday qilib boraman? Axir akam o'ldi. Hatto siz akangizni yoqtirmasangiz, hatto undan nafratlansangiz ham baribir bormaysiz. Odamlar nima deyshadi? Birodarim, akam o'lib, men plyajda dam olamanmi? Uyat bo'ladi. Siz hijolat bo'lasiz. Akangiz vafot etgan paytda plyajda yuzingizni ko'rsatish qanchalik hijolatli ekanini tasavvur qiling. Shuning uchun sizga savol beraman. Siz falastinliklar birodaringiz ekanligiga ishonasizmi? Ha deb aytmang, ayta olmaysiz. Chunki siz haqiqatda qayg'urmaysiz. Suriyaliklar birodaringiz ekanligiga ishonasizmi? Sudandagi musulmonlar bizning birodarlarimiz. Nega axir chin qalbdan biz ularning mas'uliyatini his qilmayapmiz? Birodar, bu mening ishim emas, mening mas'uliyatim emas. Sizga o'zimning hikoyamni aytib beraman. Men 43 yoshdaman. Islomni qabul qilganimda 18 yoshda edim. 18 yoshimda musulmon dunyosidagi manzara ehtimol boshqa shayxlar ham eslar. Bir vaqtlar musulmonlar faqat Masjid al-Aqsoga duo qilardi. Bizning paytimizda shunday edi. Faqat bitta muammo bor edi. Bu ham bo'lsa, Masjid al-Aqso bosib olingandi. Ko'p duo qilinardi. Qisqa vaqtdan keyin mening hayotimda Afg'oniston Rossiya tomonidan bosib olindi. Shunda nima bo'ldi? Duolar Falastin va Afg'oniston uchun qilina boshlandi. Shundan so'ng nima bo'ldi? Bosniya va Sloveniyada va Balqondagi urushlar bo'ldi. Shunda duolar qayerga bo'ldi? Aqso, Afg'oniston, Bosniya, keyin boshqa joy, keyin yana boshqa joy, keyin Kashmir, keyin esa Iroq, keyin esa Yaman, keyin esa Suriya, keyin esa Sharqiy Timur. Endi bir birodar kelib menga aytadi: "Shayx, nega siz qunutda bu mamlakat uchun duo qilmayapsiz?" Men unga: "Birodar, men geografiya bo'yicha ekspert emasman. Duo qilayotib har bir mamlakatni eslashga harakat qiladigan bo'lsam, men 127 musulmon mamlakatni aytib chiqishim kerak bo'ladi."
خلاص بقى يا الله عز وجل هفرحنا عند أمة برافعين. Birodarlarim, Alloh yo'lida qancha mamlakatni tilga olaman. Islom har joyda zulm ostida, lekin haqiqat shuki, birodar va opa-singillarim, bizga farqi yo'q. Pulimiz borligida hammasi joyida. Bilasiz, ertaga ishdan bo'shatilishingiz mumkin. Bu haqida menga aytishingiz shart emas. Siz ishdan bo'shatishdi demasligingiz mumkin. Men xomushligingizni ko'rib, birodar nima bo'ldi deyman. Siz odatdagidek aytmasligingiz mumkin. Lekin muammolaringiz yuzingizda ko'rinib turadi. Agar farzandingizni yo'qotsangiz, Alloh barcha farzandlarimizni himoya qilsin. Farzandingizni yo'qotsangiz, qayg'uyingiz yuzingizda ko'rinib turadi. Bir kuni bir kichik guruhda edim. Shunday qilib, men 3 kishilik guruhda edim. Diqqat bilan tinglang. Biz 3 kishilik guruh edik. Onasiga o'g'lining vafot etganini aytishimiz kerak edi. Men bu manzarani hech qachon unutmayman. Biz bordik, eshikni taqillatdik. Onasi chiqdi. U bizdan "O'g'lim qayerda? Sen o'g'lim qayerda?" deb so'radi. Shu payt bizlardan birimiz "Xolajon, juda afsusdaman, lekin Sem vafot etdi" dedi. Bilasizmi, Semning onasi qotib qoldi. Haykaldek qimirlamay turardi. Shunda u birdan bir qop kartoshka kabi yiqildi. Shifokor keldi. Nima uchun? Chunki uning haqiqiy o'g'li vafot etdi. Dunyoga keltirgan o'g'li o'ldi. U oylar, yillar davomida yig'ladi. Har bir ona farzandidan ayrilganda, yana bilmadim, ehtimol 20 yildan keyin ham yig'layveradi. Nima uchun? Chunki haqiqiy o'g'li, haqiqiy farzandi. Lekin biz mazlum birodarlarimizni qirg'iniga, aka-ukalarimizni qirg'iniga tek qarab turibmiz. Islom yetim bo'ldi. Islomning otasi yo'q, onasi ham yo'q. Bugungi ummatning haqiqati shu, birodarlarim va opa-singillarim. Islom yetim. Islom yetim bo'ldi. Yetim.